O'zbekiston ikkinchi marta yana bitta musobaqada Eronni finalda mag'lub etib, sovrinni boshi uzra ko'taryapti. Bu O'zbekiston norasmiy musobaqalarda yutib yurgan ikkinchi sovrini va ikkalovida ham Eron ustidan yutyapti, qo'lga kirityapti. Vaholanki, mana shu Align Cup musobaqasining eng outsider komandasi O'zbekiston edi. Undan keyingi o'rinda Capo Verde turardi. O'zbekiston guruhi chempionlik uchun da'vogar bo'lgan eng kuchli komandasi. Misrni mag'lubiyatga uchratib, Cannavaroning uslubiga ko'ra yengib finalga chiqdi. Eron penaltilar seriyasida Cabo Verdeni yutdi. Penaltilar seriyasida va tushunganingizda eng yaqin tajriba Eronda edi. Qanaqa tepish bo'yicha bolalar tepgan oldin o'sha rasmiy o'yinda Cabo Verdega qarshi tepgan trenirovka bo'lgan va finalga chiqib yotdi va O'zbekiston Misrdan ham kuchsiz bo'ladi. Har doim O'zbekiston bilan Eron teng kelib qolsa, O'zbekiston imkoniyatlari past deb qaraladi, mensimay kelinadi. Bunga dunyo FIFA reytingida turgan o'rinligisi ham sabab bo'ladi. Qolaversa, Eronning oldingi obro'si ham sabab bo'ladi. Lekin hech kim hozirgi kun bilan gapirmaydi va vaholanki hozirgi kun bilan yashasak ham. O'zbeklarning o'zidan ham so'rasanglar, qo'ynida bir hadik bilan O'zbekistonning g'alabasiga ishonamiz deb qoladi. Nima bu? Umid qilamiz g'alabasiga deyshadi. Chunki Eron katta nomda, lekin undan qo'rqmaslik kerakligini, O'zbekiston Erondan kuchliligini amalda isbotlay olyapti. Chunki Eron haqiqatan ham kuchsiz. Buning uchun avvalo ruhiyatni tozalab olish kerak edi, ishonish kerak edi. Misr yutganimiz ham ayni muddao bo'ldi-da, chunki Misr bu chempionatning eng katta favorit jamoasi edi-da. 10 ta o'yinda umuman yutqizmagan, jahon chempionati saralashida umuman yutqizmagan shu komandani yutyapti. 8 ta o'yinda umuman gol o'tkazmagan, 10 ta o'yinda hammasida gol urib kelgan Misr yutdi-da O'zbekiston. Va shundan keyin do'xoshib ketdi. Erondan kuchli edi-ku Misr nom jihatidan. Shundan keyin do'xoshdi. Masharipov intervyusida aytdi, Srechko Katanis bizga Erondan qo'rqmaslik kerakligini o'rgatdi deb. U bizga otadek edi deb. Bu g'alabada ham Srechko Katanisni o'rni katta, xizmatlari katta. Chunki tamal toshini Srechko Katanis qo'yib berib ketgandi. Xullas, Fabio Cannavaro va nihoyat o'zini kuchi, o'zini qo'li bilan endi O'zbekistonni ko'rsatib bera oldi. Oldin Kapadze tarkib qilardi, Kapadzening ozgina uslublari bilinardi. Lekin endi uni o'ynatish, buni o'ynatish tomonlama Cannavaro o'zini ko'rsatib otdi. Uslub jihatidan qanaqa o'ynash bo'yicha qizil kartochka olgandan keyin qanaqa o'ynaganimizni o'zingizlar ko'rdinglar, o'zgardik. Birinchi taymda ham, ikkinchi taymda ham teng-teng o'ynaymiz. Oldin Eron hatto Srechko Katanis davrida ham bizdan ustunlik qilardi-da. Ayni qizil kartochka olganida ham eslasanglar, o'yinni boshqarib g'alabaga intilyotdi. Hozir Eron bilan teng-teng o'ynaymiz. Kim favorit bilib bo'lmayapti. Va Marsdan tushgan odamga qaysi komanda Eron desangiz topa olmaydi u odam. Xullas, chempionlik muborak bo'lsin. Bu Cannavaroning chempionligi. Ne'matov ham nihoyat o'ziga yog'dirilgan tanqidlarni yengib o'ta oldi. Oxirgi tepishni Ne'matovga berish kerak edi, lekin uni haq qilishmadi. Baribir Ne'matov tufayli biz chempion bo'ldik. Xudoga ming shukr, jahon chempionatiga qo'rqmasdan katta ishonch bilan boramiz va 2026-yil kirib kelishi bilan keyingi o'rtoqlik uchrashuvlarimiz bundan ham kuchli raqiblar bilan bo'ladi, chunki kuchli terma jamoalarga taklif bersangiz, ular sizdan pul so'raydi. Million dollarda pul so'raydi. Lekin O'zbekiston endi birinchidan jahon chempionatiga chiqqan terma jamoa, ikkinchidan Misrni yutgan terma jamoa, uchinchidan Eronni muntazam yutib kelayotgan, yutqizmay kelayotgan desak ham bo'ladi. Va mana shunaqa musobaqalarni yutib yurgan jamoa sifatida O'zbekistondan endi pul so'rashmaydi, aksincha O'zbekistonga qiziqishadi. Va 2026-yilda bundan ham kuchli raqiblarni kutinglar. Hali ko'p o'rtoqlik uchrashuvlari bo'ladi va Cannavaro yana ham o'zini ustida ishlayveradi. Ko'ryapsizlar, Cannavaro O'zbekistonni tark etmadi. Superligani har bitta o'yiniga borib ko'rdi. Okemka Nasaf o'yini, Cannavaro Olmaliqda ham bor edi. Keyin Bunyodkor bilan qaysidir bitta komanda o'ynadi. Sraz Toshkentga qaytib kelib, o'yinga ham kirdi. Tinmayapti, o'zini ustida ishlayapti. Kunduz kuni o'yin yuribdi. Kechasi O'zbekistonning eski o'yinlarini ko'rayotgandir. Balki qanaqadir tahlil ustida ishlayotgandir. Katta ehtimol bilan shunaqa bo'lgan. Chunki agar ishlamaganida azg'ani fikr etmas edi. Tushunasizlarmi?
ishlagan, o'ylagan, hisob-kitob qilganki, Azg'aniyev aynan uni tanlab olib qo'yapti. Bo'lmasa, Kapadze bo'lsa yana Jiyanovni tiqib qo'ygan bo'lardi. Xayr, sog' bo'linglar, g'alaba muborak bo'lsin.